O'zbekiston xalq artisti G'anijon Toshmatov ustozimiz. Ustozimiz deganimki, sababi endi bizga ham ustozlik qilgan joylari bor, chunki ko'rishganmiz, duolarni olganmiz. Kezi kelsa o'sha bir joyda O'zbekiston teleradio kompaniyasi qoshida ular Uyg'ur ansamblida ham ishlaganlar, Dutorchi qizlar ansambliga rahbar bo'lganlar. Men o'sha vaqtda orkestrda ishlardim. Yosh bola bo'lib turib, o'sha katta jamoada ishlaganimda shular bilan ham ko'rishib, bir suhbat qurish nasib bo'lgan. Endi bunaqa buyuk kamon sohiblari, buyuk ustozlar kamdan kam keladi. Shu g'ijjak ijrochiligida juda bir ulkan iz qoldirgan ustozlardan bo'ladi G'anijon Toshmatov. G'anijon Toshmatov 1913-yil 27-iyunda Andijon viloyati Asaka tumani Olaqanot mahallasida Toshmat Shomatov oilasida dunyoga kelgan. G'anijon Toshmatov yoshligidan sozandalikka o'zini qiziqishi juda ham kuchli bo'lganlar. Otalari ham o'zi san'at sohasida odam bo'lgan, sozanda bo'lganlar. Dastlab sozandalikni otalaridan o'rganganlar. So'ng akalaridan Karim Sher, Muhammad Ali va Abdulla akalardan keyin o'rganganlar sozandalikni. Bastakorlikda bo'lsa ustozimiz To'xtasin Jalilovdan o'rganganlar. Shundan so'ng sekin-asta asarlar yozishni, bastakorlik qilishni boshlaganlar. 1947-yilda O'zbekiston konservatoriyasida tahsil olganlar. Dastlab mohir sozanda sifatida tanilganlar. Keyinchalik xonanda sifatida ham, askiy yo'nalishlarda ham ijod qilganlar. Endi ustozlar haqida, zabardast hofizlar, sozandalar haqida gapirganimizda albatta bir narsaga e'tibor berish kerak. Ularni yana bir bor shu ijod yo'llarida erishgan yutuqlarini e'tirof etgan holda biz ularga doimo ehtiromdamiz ustozlarimizga. Chunki G'anijon aka Toshmatov haqida gapirganimizda faqatgina ustozni bir tomonlama qarash kerak emasda, juda ham serqirra inson bo'lganlar. G'anijon aka Toshmatov 1913-yilda tug'ilganlar, ya'ni Andijonda. Asosan G'anijon aka sozanda, bastakor. Shu ilk sozandarlik sehrini dastlab otalaridan o'rgangan. Ya'ni Toshmat Oxun deyishadi, o'sha paytda shunday deyishgan. Toshmat Oxun Shomatovdan, akalari Karim Sher, Abdulla, Muhammad Alilardan kuy va o'sha kuylarni bastalash sirlarini esa ustozimiz To'xtasin Jalilovdan o'rgangan. 1947-yillardan to 49-yillargacha konservatoriyani tayyorlov kursida o'qiganlar ustoz. Chunki bilasizlar, o'sha davrda konservatoriyani o'sha ilk sobiq nomi Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasi bo'lgan. O'sha davrda konservatoriyada 2 yillik tayyorlov kurslari bo'lgan. Mana shu yerda ustoz mana shu musiqa sirlarini, umuman ijodkorlik, umuman san'atga loyiq va san'atga monand bo'lgan barcha sir asrorlarni mana shu yerda o'rganganlar. 1935-yildan boshlab Farg'ona musiqa drama teatrida sozanda va musiqa rahbari bo'lib ishlaganlar. O'sha teatrda o'zining ilk bastakorlik asarlarini yaratishni boshlaganlar. Ya'ni Layli va Majnun va Farhod va Shirin spektakllariga musiqa bastalab, bastakorlik yo'nalishlariga kirib kelganlar dastlab. G'anijon Toshmatov Ushshoq, Segoh, Nasr Segoh, Dugoh, Farg'ona buzrugi, Sunnay buzrugi, Chapandozi Bayot kabi ko'plab maqom yo'llari hamda Yalang davron, Nisor, Munojot, Tanavor, Tong otguncha, Guljamol va Kezarman kabi xalq kuylarini ham yaratgan, bastalaganlar. Bu kuylarni sozandalar o'zlari yaxshi biladi. Juda ham bir mukammal tarzda va juda ham go'zal tarzda yozilgan asarlar, bastalanganlar. Bizning institutimizda ham G'anijon Toshmatov nomidagi sinf xonamiz bor, ya'ni bizning ansambl xonamiz. Shaxsan o'zimiz ham hozir 2-guruhda
Otaxon uchun G'anjon Toshmatovni Kezarman kuyini olganmiz. Hozirda o'shani ustida ishlayapmiz, o'rganyapmiz. Bularni o'sha ko'rgan olgan maktablari va ijro uslublari, o'zlarini yaratgan kuylari haligacha davom etib kelmoqda. Ozgina bir ijrolar esdan chiqib qolay deyotganda yo yana yoshlarimiz harakat qilyapti shu uslubni bir davom ettirishga, shularni uslublarida ijro qilishga, davom ettirishga harakat qilishyapti. Bu quvonarli holat. Endi yozgan asarlari asosan ko'p kuylarni o'sha dutorchi qizlar ansambliga rahbar bo'lganlarida ko'p kuylarni, qo'shiqlarni o'sha vaqtda ijodlari haligi bir porlagan payti bo'lgan. G'ijjayda yaratgan kuylaridan shu Kezarman, Guljamol kabi kuylarini bilamiz, lekin o'sha G'ijjakda ko'p haligi o'zlari Andijondan bo'lganliklari uchun u yoqda haligi Surnay yo'li juda bir ommabop bo'lgan. O'sha to'ylarda surnaylar cholingan. O'sha Surnay yo'lidan ko'p narsani G'ijjakka o'tkazgan ustozlardan bittasi. Ya'ni o'sha Surnay yo'lini yaxshi G'ijjakda yaxshi bir ijro qilib ko'rsatib bera olgan ustozlardan. Endi ularni haligi nima deydi, uslublaridagi o'sha mayda bezaklar, qochirimlar, maqomga doir bezak qochirimlar yoki bir mumtoz kuylarimizga mos keladigan bir bezak qochirimlar uncha odam ijro qila olmaydi. Juda bir nima deydi, esda qoladigan ijro uslubi yaratganlar va mushkulligi ham bor, murakkabligi ham bor. Shuning uchun ham balki ko'pchilik nima qilmasa kerak, lekin shu biz harakat qilamiz shu narsani davom ettirishga. Ijodlarda o'zbek va uyg'ur musiqasiga, an'analarga uyg'unlanib 400 ga yaqin asarlar yaratdi. Shularning orasida ashilla, qo'shiq, yalla va shu bilan birga chog'i kuylarda o'ziga xos, ya'ni qorishiq, ya'ni bir-biriga bugungi tilda gapirganimizda mix deymiz, ya'ni qorishmalar. Mana shu xalqlarni bir-biriga bo'lgan musiqiy tanaliklarini, musiqiy ya'ni tovushlarni bir-biriga omoqda bo'lishi bu go'zallikka olib keladi. Shuning uchun Ulug'bek bunga alohida e'tibor berish kerak. Ulkan san'at egasi bo'lgan. Mana shu davrda mana istadim o'sha davrda eng nima deydi, bugungi tilda gapirganda populyar, juda ham xalqchil asar yaratilgan. Mana undan keyin istadim degan. Va shu bilan birgalikda siz bilan biz bugungi kunda o'rganayotgan mana Kezarman kuyi ham o'sha davrda bastalangan. Undan tashqari Ey Begay, misol Navoiy so'zi bilan, undan keyin misol Guljamol, mana sizlar yaxshi bilasizlar. Misol Qora Zulfi Bobur g'azallari bilan, O'ldiroyin Dilmisan misol Mashrab g'azali bilan, dedimki mana Bedil g'azali bilan, menga nomehribon bo'ldi degan Huvaydo g'azaliga yozilgan. Misol deylik, o'sha G'anjon akani yana bir katta bir mas'uliyatli ishlardan biri bu uzoq yillar muddat o'sha dutorchi qizlar ansambliga rahbarlik qilishlari. Ana shu davrda ya'ni dutorchi qizlar ansamblida shunday bir ijod namunalari shakllandiki, u alohida tarkib topdi va bu tarkib o'zlarini ijod namunalarini bevosita va bilvosita Oyna jahon orqali, radio tele kanallari orqali xalqimizga namoyish eta oldi. Mana bugungi kunda ham mana yillar o'tibdiki, biz shu ansamblni mana maqomini nechog'liq hozirgacha o'sha faoliyatini davom ettirib kelishi bu o'sha G'anjon akani o'sha bu mehnatlari, bu o'sha G'anjon Toshmatovning mehnat zahmatlari. Biz shuni bilishimiz kerak. Man bir kuni tush ko'rsam, yalla jonim yalla, kundoshim o'lgan emushak, olam jonim yalla, yuragiga o't tushib, yalla jonim yalla,
boray Orami canım yelle Yoshligingda o'ynab bor Yelle canım yelle Qariganda nima boray Orami canım yelle Qariganda nima boray Orami canım yelle Erta bilan turaman nahor nashtayon nahor nashta Erta bilan turaman nahor nashtayon nahor nashta O'ng qo'limda igna yut tizzamda kashtayon tizzamda kashta O'ng qo'limda igna yut tizzamda kashtayon tizzamda kashta Borib ayting o'shan qalam qoshga qalam qoshga boraveradi kelaveradi va'dasi boshqa va'dasi boshqa Rinozi yorim ko'zi xumorim mehr bilan bizga qarang vafoli yorim vafoli yorim Juvorini bargini egib bo'lmaydi egib G'amjon Toshmatov o'zbek san'atining vakillari Muhriddin Yoqubov, Tamara xonim, Mulla To'ji Toshmuhammedov, Gavhar xonim, Usta Olim Komilov, Mukarram Turg'unboyevalar bilan birga ijod qilganlar. O'sha davrda ular bilan birga hamnafas bo'lib yashaganlar. Shunaqangi buyuk nima desa bo'ladi, yuqorida turuvchi buyuk ustozlarimiz bilan birga ijod qilganlar. O'zlari ham eng yuqori ustoz darajasiga erishganlar desak adashmagan bo'laman. 1949-yilda Dutorchi qizlar ansamblini tashkil qildilar va o'zlari badiiy rahbar sifatida ish yuritdilar. Bu ansambl O'zbekistonda juda ham tanilib ketdi va O'zbekistondagi eng yuqori, ya'ni mashhur katta ansambllar darajasiga yetdi. O'sha ansambllardan biri bo'ldi. Shu bilan Andijonda shu 1932-yil 34-yillarda, ya'ni Farg'ona musiqa bilim yurti teatrida sozanda va musiqa rahbari bo'lganlar 1934 va 1939-yillari. Keyinchalik Muqimiy nomidagi teatrda faoliyat ko'rsatganlar. Bu yil ham sermahsul yil bo'ladi 1939 va 1946-yillari. Va shu bilan birgalikda O'zbekiston radio qo'mitasida Xalq cholg'u asovlar orkestrida sozanda va konsertmeyster sifatini bajarganlar. Mana shu yerda men bir alohida to'xtalmoqchiman. Mana shu konsertmeysterlik, ya'ni jo'rnavozlik bu sohasi juda ham mushkul sohalardan. Chunki mana shu jo'rnavozlikda siz yoningizdagi ijrochiga jo'r bo'lish san'atini o'rganasiz. Mana shu narsa ustozda beqiyos juda ham keng ko'klamda o'rganilgan. Va bu yillari 1946 hamda 1967-yillarga to'g'ri keladi. G'amjon Toshmatov ustoz nafaqat o'sha ijrochilikda, nafaqat bastakorlikda, rahbarlikda, o'sha Jo'laxon Sultonov bilan birga ijod qilib yurishganda, o'sha vodiyda ayniqsa to'ylarda sozandalar, xonandalar va bir tomonda askiyachilar ham bo'lardi. Mana shu ikki tomonda askiyachilar turib olib, bu yoqda Yusufjon qiziq, bu yoqda Oxunjon qiziq turib haligi askiya aytishayotganda bemalol shularning ichiga qo'shilib askiya ham aytib ketaverganlar va ko'p askiyalarga qo'shilganlarida bularni askiyalarga hali javob qaytara olmay bo'lgan paytlari ham bo'lgan. O'sha ko'zga ko'ringan yetuk askiyachilarni javob qaytara olmay qolgan paytlari ham bo'lgan. Toshmatovga qoldi. Yakala Toshmatovga? Ha. Endi nima qilsa ekan? Bu yerda ishlayapsizmi? Yo boshqa tirikchilik bilan yuribsizmi? Amin buvadan so'radim. Ha. G'oyib tog'a ishlayaptimi desam, yelkasida bir xurjin gadolardan biri deydi. Bor ham bor. Ikkita kalitni qo'limizda olib kelib tashab ketdim-da, salom senga xo'razimdan. G'oyib tog'a. Ha. O'zingizni salqinga qo'yib, kampir xotinlarni dalaga chiqarib olib,
salqinda ashula qilib yotarmisiz? Onam derman deb. Aka, dardingda ayt dedim, gapingiz ham to'g'ri. Sizga men qoyil olmadim. Tuppatlik ketma chapadon yigisiz salqinda o'tirib hozirlarda dalaga chiqarib yuborib yangicha aytyapsiz. Pus-pudit so'nsadi. Orqamizdan yugurib boraverdim-da keyin Maryamjon. Jiroqim ota. O'labboy. Mana boqqa yig'ilindi, Marg'ilon bog'iga askiya boshlanyapti. Bir ikkita ashula ham aytib berasizmi yo yo'qmi? Ne qani odam bo'lsam, bizga xat yozib yubordim. Yo siz keling, yo men boray. Agar qarib oldingiz, mana zavqingiz kelyapti, yangi ashulalarda aytgingiz kelsa, soqolingizni qirqib yuborib bitta ro'mol solib ro'paramda aytarmikinsiz? Tursunoy bo'lay deyman. Buni haligi gapga ustaliklarini endi ko'pchilikdan eshitganmiz-ku, o'zim guvoh bo'lganim o'sha 70 yosh, yo 80 yoshlarida 80 yoshlilar o'sha bahor konsert zali bo'lardi, o'sha yerda bo'lgan. O'shanda o'zlarini kollektivlari dutorchi qizlar katta bir ko'zaga o'sha suratlar tushirilgan. O'shani sovg'a qilishganda rahmat deganlar-u, o'sha bu xum deganlar-da. Endi ko'za ham desa bo'ladi, xum desa ham bo'ladi. Har xil nomi bor-ku, lekin o'sha ko'za xum deganda mana shunaqa uzunchoq bir idishni tasavvur qilinadi. Xum desa endi haligi bir sopoldan yasalgan bo'lsa, xum desa bo'ladi. Bu chinnidan chiroyli gullar bilan yasalgan, o'rtasiga o'zlarining suratlari tushirilgan. O'tgan safarda ham 75 yoshimda ham bir xum bergan deylar. Hozir ham mana xum sovg'a qildinglar, ikkovini qo'shsa xum par bo'ladi degandilar. Par degani o'sha juft degani-ku. Ikkovini qo'shsa xum par bo'ladi, xum par bo'lib yurar ekanmiz-da endi deb hazil qilganlar. Mana shu endi bunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Endi bittasini esladim hozir, shuni gapirib beryapman. Juda so'zga ham usta bo'lganlar. Va hali ijroda juda bir injiqliklari bo'lgan. O'sha narsa injiqliklari bilan shunaqa yuqori darajaga ko'targan. O'sha Yusuf qiziq, siz bilgan, biz bilgan har birlari bilan bevosita katta sahnalarda, katta davralarda bahslasha olgan. Misol bugungi kunda bunday san'atkorlarni, bunday ijodkorlarni ko'rishimiz juda ham qiyin. Chunki fayrov degan so'z bor-da. Chunki hozir javoblik. G'anijon akada aynan mana shu tomonlari, mana shu sifatlari juda ham keng qamrovli bo'lgan. Ular har vaziyatdan, har xil askiyadan bilasizmi? Misol bir kishi aytishuvda siz so'z topolmay qolishingiz mumkin. Biz bilamizki, G'anijon aka doimo mana shunga hozir javob bo'lgan. Garchi o'zlari juda go'zal kamonchi bo'lsalar ham, bastakor bo'lsalar ham, o'sha davrda misol katta bir lavozimda o'tirgan bo'lsalar ham, qaysi davrada bo'lmasinlar, mana shu yuqorida aytgan har bir ya'ni ustoz askiyachilardan nima deydi, bir qatorda ular bilan bahslasha olishgan. Ana shu tomonlarni biz ko'rganmiz, eshitganmiz. Uni farzandlaridan ham eshitganmiz. Tasdiqi shundan iboratki, o'sha oilalari ham juda ham bu haqida ko'p gapirib beradilar bizga. Va endi har bir insonki hayotda yashaydi, hayotda ijod bilan shug'ullanadi, oila quradi, bu oila tarbiyasi. Oilada ham G'anijon akam juda ham qattiqqo'l inson bo'lganlar. Chunki men ularning farzandlari bilan juda ham yaqin muloqotdamiz, bir-birimizni yaxshi taniymiz. Shuning uchun ulardan so'raveramiz. Misol, Muhsin akam shunaqa deydilar. Misol, Mansur akam ham shu haqida gapirganlar. Lolaxonning o'zlari ham shu haqida gapiradi. Muxlis ham shu haqida gapiradiki, bularni oilalarining bugundagi xalqimiz orasidagi mavqesi ham bu hamma zahmat, bu hamma mehnatlar G'anijon Toshmatovning mehnatlari.
chunki ham ansamblda qattiq qo'l bo'lishlari, chunki qaysi bir joyda tartib intizom bo'lsa o'sha joyda ish bo'ladi. Biz G'amjon akani doimo eslaymiz, doimo ularning ijodlarini shu yoshlarimizga singdirishda doimo harakatda biz. Ishqilib Alloh joylarini jannati beshlaridan qilgan bo'lsin, iymonlarini o'zlariga hamroh qilsin. Chunki biz ham kamonchi sifatida doimo ehtiromdamiz. Chunki G'amjon akadan hali juda ham ko'p o'rganadigan tomonlarimiz bor. Va mana shu kamon, ya'ni g'ichak cholg'usini, uni maktabini nechog'liq bizgacha kelishiga bu insonlarni juda ham katta mehnat zahmatlar bor. Buni albatta biz yana bir bor ehtirom etishimiz kerak, e'tirof etishimiz kerak. Shuning uchun ijodlariga doimo biz ehtiromdamiz. Albatta inson yashaydi, vafot degan bir ibora bor. Endi juda ulkan hayot kechirdilar. Ya'ni G'amjon akam 80 yoshdan oshib mana olamdan rihlat qildilar. Lekin bu 80 yil ichida o'ylaymanki juda ham katta bir zabardast, juda ham katta bir yoshlarimiz uchun ijodiy namunalarni qoldirdilar. Shu poydevori mustahkam bo'lgan ustozni qo'lidan tarbiya yeb chiqqan san'atkor. Orifxon Hatamov shu darajaga borib yetganki, cholishda ham, aytishda ham, kuy bastalashda ham birovdan maslahat olib olmay kuy ijro etilsa yo ashula ijro etilsa to'g'ridan to'g'ri xalqimizga manzuralar boryapti. Bu kishiga ham allaqancha to'siqlar chiqqan bir vaqtida, shu bastakorlarga bir umumiy qarshiliklar bo'lardi. Shunda qattiq to'palandan keyin men chiqib aytdim, bu Movaronlar haqida shu ashlasini xalq aytyapti-ku. Nima uchun buni biz qabul qilmaymiz kuy qo'shiqlarini? Desak, hali ham siz karavotda o'ylaysiz, deydigan menga javoblar o'rgandi. Darhaqiqat karavot ham kerak ekanda. Shinavandalarda hammasi ham u o'rtoqlarda aytgan gapi bo'lmasdan buni ichida 1994-yil vafot etgan bo'lsalar, biz o'sha uylariga janozaga borganmiz. Endi tumonat odam, chunki u kishini avvalambor o'zlari buyuk san'atkor bo'lganlar, qolaversa farzandlari biri jurnalist, muxbir, biri bir haligi falsafadan dars beradigan o'g'illari bor. Yana bir o'g'illari xalq artisti Mansur Toshmatov, juda ko'zga ko'ringan vokalist, haligi xonanda. Xullas, nima deydi, oilalari ham, shu zurriyotlari ham shu yo'nalishda ketgan va ular shu vafot etganlarida o'g'illari ham o'zini sohasida juda katta yutuqlarga erishib, elga tanilib qolgan paytlari edi. O'shanda tumonat odam bo'lgan. Menimcha ustoz Fattoxon aka Mamadaliyev bilan borgandik janozaga. O'shanda qatnashgandik. Endi yaqinda ham o'tgan yilimi yo 2 yil avval bo'lsa kerak, o'sha uylarida uy muzey ochishdi va nima deydi, o'sha eshikni, darvozaning yoniga bunday bir lavha qilib qo'yishdi. Haligi bu uyda falon yildan falon yilgacha O'zbekiston xalq artisti G'anijon Toshmatov yashagan degan narsani bir ochilishiga, marosimiga ham bordik. Abduhoshim aka ustoz bordilar, biz bordik, mana Marjon ukamiz bordi. Har bittamizga zo'r, har bittamizga ustoz, har bittamizga ota bo'ldi. Bolalarni qo'lga ko'tarib bunaqa ochiq, bunaqa tez tabassumli inson tanlangan bo'ladi. Endi G'amjon akani yaxshi bilasiz. Birinchidan inson sifatida eng baland inson. Bu ham nima deydi, o'sha shunaqa tadbirlarda qatnashib, katta ustozlarni eslab, ichkariga kirsak mayli bir piyola choy quyishdi, lekin o'sha sekin o'zlarini ijrolarini qo'yib qo'yishgan zapislariga, qandaydir ovozini past qilib. O'sha haligacha shu uyda o'g'illari, zurriyotlari yashaydi. Ustozni Alloh rahmat qilsin, o'chmas iz qoldirganlar. Bunaqa ijrochi,
o'sha To'xtasin Jalilovni ansamblida rahbar bo'lib ishlaganlar, keyin Navoiy teatrida ishlaganlar, Uyg'ur ansambliga rahbarlik qilganlar. Chunki Andijonning Axtachi degan joyi bor. Bu yerda ko'pincha Uyg'ur xalqi yashaydi. Endi baribir O'zbekiston hududida bo'lgani uchun o'zbeklashgan, lekin Uyg'ur millati yashaydi. O'sha Uyg'ur ansambliga shu bilganlari uchun, shu ularning san'atidan xabardor bo'lganliklari uchun o'sha yerda ham rahbarligigacha ko'tarilganlar. Endi san'at, o'zbek milliy san'atimiz rivojlanishiga juda bir qo'shgan hissalari nima deydi, maqtovga loyiq. Men o'ylaymanki, bularning ijrolarini, uslublarini davom ettirishimiz kerak. Chunki borgan sari o'sha o'tgan ustozlarimizning ijrolari kamayib ketyapti. Zamonaviy bo'lsin deyishyapti-yu, zamonaviy yo'l qo'shilyapti-ku, eskisi yo'q bo'lib ketyapti. Agar eskisini ham saqlab, ikkovini teng olib borsa, unda haligi yaxshi bo'lar edi. Agar birini esdan chiqarib, ikkinchisini rivojlantirmoqchi bo'lsa, unda keyingi avlodga biz nima yetkazib beramiz? Shuning uchun ko'proq shularning uslublarini ijro qilish kerak. 3 qirralik muzikant. Chaladi, aytadi, bastalaydi. Shuning uchun men Orifxondan qat'iy iltimos shunavandachilar nomidan Orifxon shu ishini davom ettirsin, yoshlarga xalqimizni yetuk kuy qo'shiqlarini ishlab, shularni o'rgatib, ham o'zi yangitdan bastalab borsinlar, charchamasinlar, u kishiga sog'lik tilaymiz.